Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan aslida haqida yana qo'shimcha narsalarni gaplashamiz. Bu ikkinchi qism. Agarda birinchi qismni ko'rmagan bo'lsangiz, birinchi qismni o'tib ko'ring. Bugun sizlar bilan nima sababdan asida hidi yoqimsizligi, asidani antiseptik xususiyati qayerdanligi, asidaga o'xshash aptekada sotiladigan dori preparati haqida gaplashamiz. Keyin asidi rakni haqiqatdan davolaydimi, shu haqida ham gaplashib o'tamiz. Asidi hidi nima sababdan yoqimsiz? Asidi hidi yoqimsizligiga sabab asidi tarkibida 10% dan ko'proq biologik aktiv moddalar bor. Bundan tashqari ammoniy tuzlari, xolin efirlari, karbon kislotalari mavjud va amidlar hamda aminlar mavjud. Kimyo fanidan bilamiz, aminlar yomon hidga ega bo'ladi. Buni tarkibida rus tili manbalariga ko'ra kadaverin hamda putressin kabi aminlar mavjud. Aynan shu kadaverin hamda putressin aynigan go'sht, tuxum, baliq, chirigan narsalar hidini beradi. Aynan asidi tarkibida kadaverin, putressin kabi aminlar mavjud. Shuning uchun buni hidi shunaqa yoqimsiz hidga ega. Va bundan tashqari buni olinish jarayonida ham suyak hamda go'shtni, terini, hayvon terisini yuqori bosim ostida qizdirib turib parchalab olinadigan biologik suyuqlik. Shuning uchun kuygan go'shtni hidi ham shundan keladi. Hidini yomonligi shu sababdan. Buni ichishda asosiy qiyinchilik hidi yomon bo'lgani uchun shu qiyinchilik tug'diradi. Endi buni avvalgi videoda stimulyator xususiyatini gaplashdik. Ya'ni stimulyator degani immunitetni rag'batlantiruvchi xususiyati bor. Bunga sabab ichidagi o'sha organik moddalar, karbon kislotalar, peptid birikmalar, shular sabab immunitetni ko'tarish xususiyati bor. Antiseptiklik xususiyati, ya'ni virus, bakteriya, zamburug'larga qarshi, asosan bakteriya va zamburug'larga qarshi xususiyati qayerdan? Buni tarkibida fenol birikmalari, organik moddalar, sulfigidril guruhga mansub birikmalar bor. Shuning uchun shu birikmalar bakteriyalarga, zamburug'larga qarshi ta'sir ko'rsatish xususiyatiga ega. Shuning uchun antiseptiklik xususiyati shundan. Buni ikki xil xususiyati bor: antiseptiklik va stimulyator. Shuning uchun nomi antiseptik stimulyator Dorogov fraksiya 2 deb nomlangan. Birinchi fraksiyasi ishlatilmaydi, uchinchi fraksiyasi faqat teriga ishlatiladi. Uchinchi fraksiyasini ichish mumkin emas, u juda ham toksik hisoblanadi. Endi shu preparatga o'xshagan preparatlar mavjud. Ya'ni aptekada sotiladigan mana shu preparatga o'xshagan preparatlar bor. Qanaqa preparat desanglar, hammamiz biladigan cerebralizin, actavegin olinish jarayoni ham biogen stimulyator bo'lganligi uchun ular ham shunga o'xshab ketadi. Masalan, cerebralizin cho'chqa miyasidagi oqsillarni o'sha enzimlar yordamida parchalab turib neyropeptidlar olinadi. Neyropeptidlar nerv sistemasidagi o'tkazuvchanlikni yaxshilab beradi. Ya'ni nervga ta'sir qiladi deyishadi. Uni ham klinik tadqiqotlari yetarli emas. Keyin Yevropadagi ayrim olimlar uni ham shunchaki fuflo preparat sifatida qaraydi. Chunki biogen stimulyatorlar hammasi, deyarli ko'pchiligi shubhali hisoblanadi. Ya'ni klinik tadqiqotlar yetarli bo'lmaydi, qandaydir mo'jizaviy dori sifatida qaraladi. Chunki cerebralizinni ham olinish texnikasi, ya'ni cho'chqa miyasidagi oqsilni enzim yordamida parchalab olingan neyropeptid deyiladi. Bunga o'xshash actavegin dori ham bor. Ya'ni u buzoq qonidan olingan immunitetni ko'taruvchi vosita deyishadi. Uni ham masalan Yevropadagi olimlar tan olishmaydi. Chunki PubMed, Cochrane degan saytlar bor, zamonaviy tibbiyot, ilmiy tadqiqotlar beriladi. O'sha saytlarda ham aniq isboti berilmagan cerebralizin, actaveginni ham. Buni ham olinish xususiyati, ya'ni go'sht hamda suyagidan ajratib olinganligi uchun olinish texnikasi ham qisman o'xshab ketadi. Keyin stimulyatorlar
3 guruhga bo'linadi. Tabiiy, sun'iy и biogen stimulyatorlar mavjud. Bu biogen stimulyator bo'lgani uchun cerebralizin Actavigen ham biogen stimulyator hisoblanadi. Ya'ni biologik narsalardan ajratib olingan stimulyator, biologik to'qimalardan. Shunaqa. Endi nima sababdan bu veterinariyada qolib ketgani sababi noma'lum. Chunki buni tarkibi bu cerebralizin Actavigenga nisbatan murakkabroq. Buning ichida organik birikmalar juda ham murakkab. Keyin cerebralizinni farmakokinetika, farmakodinamika, ya'ni organizmga bo'lgan ta'siri aniqroq. Ya'ni enzimlar yordamida parchalab neyropeptid ajratib olinyapti. O'sha neyropeptidlar nerv sistemasiga ta'sir qilyapti deydi. Buni qanaqa ta'sir ko'rsatadi, ichidagi nima ta'sir ko'rsatadi, u to'liq klinik tadqiqotdan o'tmagan. Shuning uchun bu preparat veterinariyada qolib ketgan. Balki qachondir bu preparat ham shu aptekalarda sotilishni boshlar. Hozirgi kunda to'g'ri sotilyapti. Turli tabiblar tomonidan svechalari sotilyapti. Yana har xil preparatlar sotilyapti, lekin ular ham hali to'liq isbotdan o'tmagan. Xo'p. Bu preparat rakni davolaydimi? O'zi nima sababdan men bu preparat haqida sizlarga ma'lumot berayapman? Bundan 1 yil avval bir inson bilan gaplashdim. Yoshlari 70 yoshdagi otaxon. O'sha inson bilan gaplashganimda aytdi, men bundan 5 yil avval 12 barmoqli ichak saratoni bilan, ya'ni raki bilan kurashgan, keyin shundan 48 ming bilan davolanganman dedi. Men ishonmadim. Qancha 48 ming dollarmi desam, yo'q, 48 ming so'm bilan davolanganman. Qanaqa preparat ekan u desam, shunaqa nomi asidi veterinariyada sotadi dedi. O'sha veterinariyada sotadi degandan keyin menda qiziqish o'ldi. Undan keyin yana 5-6 ta insonlar bilan gaplashganimda haqiqatan ham gastrit, qon bosimi, qandli diabet kabi kasalliklarga ham foyda berdi degan gaplarni aytishdi. Endi shuncha inson aldamasa kerak. Chunki ularni yolg'on gapirishdan ham hech qanaqa bir manfaat yo'q. Shundan keyin shuni o'ylab turib men qiziqdim va bu haqida ko'proq ma'lumot bilishni xohladim. O'zbekchadagi videolarni ko'rdim. O'zbekchada bir tayinli ma'lumot yo'q. Ma'lumotlar bor, lekin aynan ilmiy isbotlar bilan tarkibida shu moddalar bor. Nima uchun bunaqa deyilgan gaplar yo'q ekan. Asosan cho'zib tashlangan videolar shunaqa ekan. Rus tilini bilganim uchun rus tilidagi ma'lumotlar yaxshiroq ekan. Agarda siz ham rus tilini biladigan bo'lsangiz, rus tilida zo'r ma'lumotlar bor. Kerak bo'lsa, mana men berayotgan ma'lumotlarimdan ham yaxshiroq bo'lgan ma'lumotlar rus tilida tiqilib yotibdi. Rus tilidagi ma'lumotlardan foydalaning. Shunaqa. Shu insonlar aytishdi, foydasi bor ekan. Keyin bu preparatni men o'zimda sinab ko'rishga qaror qildim. Masalan, ko'pchilik dorilarda ham bitta joyga foyda, bitta joyga zarari bor. Parasetamol jigarga, oshqozonga zarar, aspirin oshqozonga zarar, deksametazon qonda kalsiyni yuvib tashlaydi. Shunaqa zararli tomonlari bor u preparatlarning ham. Bu preparat har qalay biogen stimulyator bo'lganligi uchun biogen stimulyatorlar u gormonlarga nisbatan har qalay xavfsizroq hisoblanadi. Shuning uchun foydalanib ko'rishga harakat qildim, ichib ko'rdim. Turli sxemalar bor ekan. 5 tomchidan boshlanadigan, 1 tomchidan asta-sekin ko'tarilib boriladigan, asta-sekin ko'tarib borib turib bir xilda davom etadigan yoki asta-sekin kamaytiriladigan turli sxemalar bor ekan. Qidirib o'zim 1 yildan beri ichayotgan bo'lsam, o'zimga sxema yaratib oldim. Ya'ni qulay, oson sxema. Men sog'lomman. Shuning uchun menda bo'lgan o'zgarish energiya ko'paydi. Haqiqatda. Kechqurun kamroq uxlamasam, masalan 2 kun, 3 kunlab uxlamasam ham, lekin qandaydir energiyaga to'lib yuribman. Menga shunaqa foyda berdi. Keyin umuman kasal bo'lganim yo'q. Chunki men sog'lom odamman. Endi kasal odam ichsa, unga kasalligini tuzatishi mumkin. Buni ichmaslik o'zingizni ixtiyoringizda. Biz keyingi ta'sirlarini biz javobgarlikni olmaymiz.
Har bitta odamni o'zini aqli bor. O'sha aqlidan foydalanib, buni ichish-ichmaslikni o'zi hal qiladi. Bizda xalqimiz qiziquvchan. Buni ichma degan bilan baribir ichadigan odam ichadi. Bu videoni qilishdan maqsad shu narsa sizlarga zararli ta'sir ko'rsatib qo'ymasin degan maqsadda qilinyapti. Keyin buni ichish, qanday qilib turib ichish tartibi haqida ham keyingi videoda ma'lumotlar beramiz. Agarda siz sog'lom bo'lsangiz, buni ichishingiz shart emas. Agar kasal bo'lib, shu preparatni juda ham ichgingiz kelayotgan bo'lsa, u haqda ham keyingi qismda video tayyorlaymiz. Sizlar bilan doktor Jahongir bo'ldi. Bizning kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, do'stlarga ulashing. Telegramda ham kanalimiz mavjud. Bu kanalda yanada ko'proq ma'lumotlar, foydali maslahatlar topasiz.